Söhre, bu sizden nima qilganingiz? Nima? Erkek, bu qo'llari kelakdan maynalashib ketgan. Paskini kiyimlarni kiyib olgan tozliq ishchisi sizning anangizmi? Bundan keyin bu uyda sana o'rin yo'q, ko'zimdan yo'qqa. To'xta, menga ishining bu o'lishi kerak. U askardan u bir yolg'onchi. Rostini yolg'onchi bir ablah. Saram kız. Fiyatla ko'zda chiqmasam bo'ldi deyman. Sen asli bir bozib kelsan ku. Sana deydigan nurga keltirib bor edi dedi. Laneti necis ayıqol bilan bu uyga ikkinchi qadam bosqichmanmi? Ikki qatim tinim bo'lgan. Hatto turmaga kirib chiqqanman. Asaslıqı, sizlar alohida mehmonlarga hamroh bo'lasizlar. Xizmatinglar shu. Men bu boshqa bir ariga buzilib bu yer kirib qolgan. Zehra! Men bir qatim emas. Ikki qatim tinim bo'lgan. En nadir ibretlik avazlık asar, tuman baskan yollar. 7. qism. Qo'rqib ketib Badanimga titrak o'lashgan bo'lib, qo'limdagi pichoqni tashlavatdim. Oninggacha mattoqda yugurib, qishimga keldi. Qo'llarim qonga bo'yalgan bo'lib, dodaqlab so'zladim. Men qilmadim. Buni men qilmadim. Bu bir eski odam. Rostini men qilmadim. Sizga ishonaman Zöhra. Siz hargiz yolg'on aytmadingiz. Men qilmadim dedim. Yig'lab ketdim. Oninggacha mattoqda yulab turg'izishga urindi. Andan yana yig'amni to'xtatolmay, oningga qarab so'zladim. To'xta, menga ishining bu o'lishi kerak. U eski odam, u bir yolg'onchi. Rostini yolg'onchi bir ablah. İsa'da yig'lab ketdim. Andan mattoqda menga tasalli berib. Sizga ishonaman Zöhra. Siz hargiz yolg'on aytmaysiz. Onasiz bu ablah sizga o'xshash nurg'unlagan qizlarning beshiga chiqdi. Bu o'lgur. U oxiri jajisini yedi Zöhra. Siz nurg'unlagan qizlarning intiqomini olmadingiz. Kim telefon qilgan bo'g'itdi? Saqchi mashinasi bilan doktor mashinasi bir vaqtda qishimizga kelib to'xtadi. Yaralangan odamni doktorlar, meni saqchilar qo'limga ko'z silib, har qancha tushundirsam anglamay elib ketdi. Saqchi idorasiga elib kelingandan keyin meni bir uyga sulab qo'ydi. Ularning deyishicha, menga sud echilib, jazo hukm qilinib bo'lguncha mushu uyda turdi ekanman. Qo'rqyapman. Beshimdan so'g'uq suv quyilgandek, buningdan keyingi turmush hayotim qanday bo'lib ketar? Shu chaqda uydagilar esimga keldi. Agar rostila menga jazo hukm qilsa, bechora dadam qanday bo'lib ketar? O'ylagan sari badanim titrak o'lishadi. Bir kez tong yurdi. Ertasi soat 10 atrofida ikki saqchi kelib, meni so'roq uyiga elib chiqdi. Men bu xalqini so'radi. Ayta, nima qilganing bu? Nimish qilib bir begunoh odamdan beshiga chiqsa? Burun qishlardan boshlab bir-birlab so'zladim. Ulardan meni qutuldirib olishni o'tindim. Bir tarafning hukmi bilan qaror chiqarib bo'lmaydi. Qarish tarafdagi jiddiy qutqizishda avval u hoshiga kelsin. Deb meni yana elib chiqib ketdi. Men barcha ovozim bilan "Saqchi, meni qutuldirib oling!" Ular meni akilib sulab qo'yib chiqib ketdi. Onun ustiga qarshi taraf hoshiga kelmasa, sud qilib bo'lmaydi ekan. Men qanchalik turarman bu qo'rqinchli makonda. Ig'ir g'amga petib yetib ketdim. Bir chaqda saqchi yo'ldashdan Tamoq yevol deyishidan esimni topdim. Kelimdan hech narsa o'tmaydi. O'zimni zo'rlab tamoq yeb yeyotqali bir necha kun bo'ldi. Yana hech gap yo'q. Bu so'g'uq uyga so'linib yotganimga 25 kun bo'lgan bir kuni ikki saqchi elib mangdi. Sud echildi.
Yilqi odamga pichoq cho'nqur kirib, qon ko'p chiqib ketgan bo'lg'achqa, qutqizishdan saq chiqolmay, hayotiga xavf yetib o'lib ketibdi. Bugungi sud saqchilar qasdan odam o'ldirdi deb qarab, ular maktab rahbarligining qayta o'tinishi orqasida o'quvchi ekanligimni ko'zda tutib, 7 yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Sud yepilib, meni saqchilar ilib manganda, men oilamdagilarni ko'rdim. Dadamning ko'zi liq yoshga to'lgan bo'lib, menga qarab beshini chayqatdi. Bir-birlab akamni, Fatimxonadani, Dilorani, Maddoxtini, sinib mudirimni ko'rib, ularga meni kechiringlar degan ma'noda sud uydan ilib chiqildim. Yangi turmush hayotim boshlangan bo'lib, bu yerga kirgilimi 2 oy bo'lay degan edi. Bu yerda nurg'un odamlar bilan uchrashdim. Ba'zilari o'g'irlik qilib kirgan bo'lsa, yana ba'zilari qarz pulni topshira olmay urushib, odam zahmlantirib kirganlar bor edi. Mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, bu yerdagi hammalar bir ayri kishilardek birga ishlab, birga o'g'inish qilib, birga uxlaydi. Qarmoqqa bek eski ko'rinadigan saqchilarmi amaliyotda undaq aski emaskan. Bizga yet ayam kunlari faoliyat o'rinlashtirib, tamoqlarni berib, og'rib qolsaq davolab, bek yaxshi holimizdan xabar oladi ekan. Burun cho'nglarning eg'izidan tilimiga kirgan odam bek yaxshi odam bo'lib chiqdi desa, nima deydigando deb o'ylaydim. Hamda bildimki, bu yerning tarbiyalash usuli haqiqatan bek yaxshi ekan. Ular maktabga o'xshash odam tarbiyalaydi ekan emasmi? Shundoq qilib, turma ichidagi hayotim mushundoq davomlashib, o'zim bilmay necha yillar o'tib, bu yerdan chiqishimga necha yil qolgan bo'lg'achqa, bu yerdagi mendan necha yoshli cho'ng do'stimga, endi turmadan chiqqandan keyingi hayotimni qandoq o'tkazish, qandoq boshlash to'g'risida so'zlab berdi. Meni allaburun maktabdan chekindirib bo'lgan. Tenim ijozat bilan bulg'angan bo'lg'achqa, biror erning uyning ishkisi bu so'g'isidanma atlab kirolmayman. Jamiyatda bo'lsa, bu bir qotil deb hech kim ko'z kelmaydi. Uydagilar yuzimga qaray olmayman. Endi qanday qilsam bo'lar, dedim. Do'stim uzun o'ylanib ketgandan keyin, Menmi boshqa bir erga buzilib bu yer kirib qolgan. Yo'ldishimning xizmati bor edi. Boshda ikkimiz muhabbatlashib to'y qilgan bo'lsaqmi, to'ydan keyin badanim bargan samirib, kilangsiz bo'lib qoldim. Yo'ldishim bir qancha qitim do'stlar yig'ilishiga apargan edi. Ba'zi do'stlar bu achanglarmi deb ig'ir chaqchaqlarni qildi. Ondan kechlar asta-asta uy kelmaydigan bo'ldi. Bilmay yuribdiman. Bir ayolga buzilib yuribdi. Shunchalik nasihat qilsammi anglamadi. Ba'zi kunlar aroq ichib kirib meni uydan chiq deb uratdi. Shuning bilan bu dardlarimga chidamay menmi birsini tepib oldim. Erim bilan ikkimiz bir-birimizdan o'g'irliqchi boshqalar bilan ko'rishib yurdik. Bir kuni tuyuqsiz telefon kelib erim kechalik ismini qo'shib ishlayman deb uydan chiqib ketdi. Telefon qilgani uning oshnasi edi. Ochiqdan yerilg'idek bo'lib, men tepib olgan yigitga telefon qilib uy kelishni aytdim. Yarim soat qolmay uy kelgan edi. Menmi muhabbat muhtojda u yigit bilan birga bo'ldim. Yarim kechalar bilan ishik chekilib, erim qaytib ketdi. Mening boshqa bir er bilan ekanligimni ko'rib, uni turmaga so'ltitman deb turib oldi. Har qancha yolvursam unmadi. Oxiri u erni o'ldirib etdim. Chunki mushunda qilsam, u turmadan chiqsa bizdan o'ch oladi. Shuningdan keyin saqchilar tutib ketib, jazo o'tayapman deb ig'ir o'rsinib ko'zlaridan 2 tomchi yoshni oqizdi. Demisimi, ikkimiz bir vaqtda bu joydan chiqardik. Paranglar ichida uxlab qolibdimiz. Kunlar bir xil ritmda o'tmoqda.
Kunlarga haftalarga oylar o'lishib, ma'lum seshanba kuni bu yerdan chiqdik. Uyga qaytishga yuzimiz yo'q. İkimizning bordiganga boshqa joyimiz bo'lmag'achqa, biror yerni tepib ishlashni o'yladik. Necha kun izlab kichik bir do'konni ijaraga oldik. Uyda yetib, tong saharda o'rnimizdan turib chiqib ish izlaydik. Qildiganga ish tepib, ba'zida topolmaydik. Bir kuni do'stim nayda xushal oldi uyga kirdi-da, andin Ertadan başlap bundoq ish qilmayli. Pakiz yuyinib bu kimlarni almashtir. Yangi xizmat topdim. Ertishga tushimiz. dedi. Men aldirab xushal bo'lib, "Qanday xizmat topding?" deb so'radim. Erta borganni bilasan. Biz hamda tizli boy bo'lib ketadigan bo'ldik. dedi. Shunday qilib, bir kecha shirin xayollar bilan tong otqizib, saharda o'rnimizdan turib, eshikdan chiqqan bo'lib, bir mashina bilan o'zini tuzish markaziga kelib, qanaqa kirimlar bilan o'zimizni bezidik. Bekla harduq yetibdi. Maktabdagi vaqtimda so'zli kirim qilib qo'ysam, maktab chiroyli bo'lib ketadi. Ammo bugun ancha echilolmadim. O'zini tuzish markazidan chiqib, mashinada o'ltirib, bir bino oldiga kelib, mashinadan tushib ichga kirdik. Nahayt sho'x musiqalar chalib ketgan, nurg'un ayollar sakrashib, ushib o'ynayotgan. Ba'zilari haraq butulkalarini soqashtirayotgan bo'lib, qarmoqqa ko'ngil ichish o'rnida qiladi. Bizni elib kelgan kishi boshlab bir uyning oldiga elib kelib, eshikni nachini chekib o'tib, Başlık, oğlanı elip geldi. Ha, kirgizib o'tdim. boshliqning kirgizib o'ting deyishi bilan eshik ochilib, biz kirdik. O'tir yoshlar jamisidagi bir tomatini sho'rab o'ltiribdi. Uningga ikki qiz hamroh bo'layotgan edi. Boshliq, Boshqalar chiqib ketinglar. deb qizlarni chiqarib o'tkazib, bizni o'ltirishga buyurdi. Bizga boshdan oxir qarab o'tgandan keyin bir ko'notkani chiqarib oldimizga tashlab, Bu sizlarning bir oylik maoshinglar. Oldim berib o'tay. O'zinglarni yasaydigan ishlatasilar. deb oldimizga tashladi. Hayron bo'lib, "Biz nima ish qilamiz?" deb so'radim. Do'stim bo'lsiz jim o'ltir degandek biqinimni o'ylab qo'ydi. Boshliq bo'lsa, Qarmoqqa do'stingiz siz bilan taqdimotlikda qiladi. Asosligi, sizlar alohida mehmonlarga hamroh bo'lasizlar. Xizmatinglar shu. "Qanday mehmon? Nima ishga hamroh bo'lamiz?" deb so'raydigan edim. Do'stim so'rg'il qo'ymadi. Uninggacha o'lik ovozda to'lab so'rab oldi. "Qanday mehmon? Nima ishga hamroh bo'lamiz?" Alochi boshliq bir qizni chaqirib, Hey, sen bularga yotoqlarni ko'rsatib qo'y. bizmi chiqib ketdik. Bu yerda bekor yeb yotqili 2-3 kun bo'lib qolgan edi. Hürmetlik anlıqıcı dostlar, Tuman baskan yollar namlıq ibretlik asarının bugünkü qismi muş yerdə ayaqlaşdı. 8. qism. Bir kuni tushdan keyin soat 4 atrofida ayol boshqaruvchi chaqirdi. Chiqsam bir erni ko'rsatib, Bu mehmon bek mas bo'lib qopti. Yotqinizga chiqib hamroh bo'ling. dedi. O'zimcha mas bo'lib qolgan mehmonlarni ochqib, yotoqqa o'rinlashtirib qo'ysaqli bo'ldigan o'xshaydi deb qilib, mehmonni yulab, arantasi yotoqqa agirib, oyoqlarini soldirib yotqizib,
Әмді маңай дейшімге. Nega oldunuz? Bana emrahım olsuz. Yılağımı saklap kaldım. Dep, қолымдан татқыл тұрды. Шынчы күтсем ажырталмадым. Қандақ қылыман? Адам чақырай десем, иғызымны қолы білән итіп алды. Hiç amal qılalmay, қолыны тісіп алдым. Ақырқы чыдымаған ол кіші yüzümге бір тәстек сіліп. Hop, baskana. İzzetini kılsam, ölmeyi vatkanını. İnsanlı bolsun. Ben senin bir keçilik kanı setip aldım. Negi varsa? Dep, ürkіліп, қолқыдақ салды. Шынчылық yalvursam mı xiyalға kirip çıkmadı. Neçə saat mecbur halatı qiynaldım. Andın eğiz içip. Ben de ihsadep yıqlap gelsen, sak okşaydı depti mi? Sen esli bir bozuk gelsen ko. Tüy! Dep, ittirip öptü. O'rnimdan turishga shunchalik tamshaldim. Ammo butun badanim sirqirab og'riyotdi. Atisi tushlar bilan uyg'onib, yana bir qatim bulg'angan tinimni ko'tarib, yurtimga qarab yo'l oldim. Mahallam pek bir o'zgarib ketibdi. Burunqi to'pi yo'llarga may qo'yilib, uylarmi yangidan tam bo'lib qo'polibdi. Har bir oilalarning uyining oldidagi rangarang gullar odamni masxush qilsa, qushlarning vichirlab sayrashlari burunqi aslimlarni ko'z oldimizga keltiradi. Qadamlarim nihoyat yengil oldi menib, burunqi uyimizning eshik oldiga keldi. Eshikka qulub siliqliq edi. Arqa bog'larni bir qur aylanib chiqdim. Dadam bir umr ter oqizib barpo qilgan har xil mevalik daraxtlarimizga suv kirmay qurib ketibdi. Bog'lar terilmay cho'ldarib ketibdi. Bu ko'rinishlarga qarab, bir tut daraxtga yo'linib xayolga ketibdiman. Nihoyat kichik vaqtlarim edi. Bir kuni dadamning chang qutish vaqtida bir tip alochi ko'chdini baqi tikayotganini ko'rib, "Dada, dog'da nurg'un mevalik daraxt tursa, yana tikib nima qilsiz? Bu daraxt bek kichikkan, qandoqmi meva bersin?" desam, dadam kulib ketib, "Hey nadan qizim. Baqdagi mevalik daraxtlarning hammasi amaliyotda kichik ko'chat edi qizim. Parvish qilib, andan sizlar talishib yeydigan meva daraxiga aylangan." Ay. Mendan keyin qasanglarmi qizim? Bu bog'ni parvish qilishni hargiz unutib qolmanglar. degan edi. Tova. Nurg'un yillar o'tib ketibdi. Tuyuqsiz bir to'p kaptarlarning qanot qirqib, kallamdan uchib o'tishidan hushimni yig'ib, bog'dan ayrilib, qo'shnilarning eshik oldiga kelib, eshik qoqdim. Bir qancha qo'shnilardan so'rdim. Ular yig'lab turib, javob bergili unutmadi. Yuragim ansiz so'qib ketdi. Dadam akamlar nega ketdi? Nemishqa bu uyda qolib solingani necha yil bo'ldi? Kallamni har xil qalaymiqan xayollar qaplab oldi. Qo'shnilarning nemishqa buncha isadab yig'lashlarining sababini bilish uchun dadamning qatinas og'aynisining uyini so'rab izlab bordim. Eshik yarim holatda ochiq edi. 3-4 yosh chamisidagi bir qiz bo'yli ichida arg'amchi taqlab o'ynayotdi. Chetdagi karvat ustida bir odam yig'ir tiniq bilan yetiqliq edi. Yoz kunlari bo'lg'achqimikin uchib yuradigan chivinlar o odamning yuzlarini, putlarini chiqib beyaram qilyotdi. Eshikni chekdim. Ichkirgi uyda bir ayolning ovozi. "Kim o? Kiravering" dedi. Onun yilqi kichik qiz. Ana tilimchidek qiladi. Bir ayolgan, dedi. Shu chaqdagi hissiyotimni ifodalashga tillarim ojizlik qildi.
Әмділі тілі чыққан кішік қызның алдыда тілемчідек тәсір қалдырған едім. Туva, деп, о қызға қарадым. Kichikgina qiz, shundoq sog'lom turibsiz. Qalandardek yasinib, tilamchilik qilishdan hijr bo'lmadingizmi? dedi. Danq etib turib qoldim. Oninggacha karvat uxlayotgan bo'ynini men tarafga qaratib, bir necha minutgacha jim bo'lib ketdi. Hatto ko'zidan bir necha tomchi yoshmi oqdi. Andin karvatdan asta tushib, hassini yantayoq qilib, men tarafga bir necha qadam minib, Oyca, oy. Debli yerga yiqilib. Oninggacha mezlik tomoq birqini o'yli ichga taratgan oshbuzil oshxona uydan. Dadasi, nima bo'ldingiz? Deb yugurib chiqib, menga bir rat qarab o'tib, yo'ldishini yurib, karvatga oldi. Men bakla qo'rqib ketdim qandoq. Harkassiz o'rnimdan turib qoldim. Ular bilan bir qo'l salomlashib chiqdim. Qasim tag'am meni ko'rib, yuzlarimni silab, levini tishlab, to'xtamay yig'laydi. Nonisa acham aytgan lag'mamu yeyilib bo'ldi. Mumkin bo'lsa, yana bir qancha yugim bor edi. Mehmon bo'lgankin yolg'on so'zlab, qo'rsqim to'ydi, deb qo'ydim. Ammo ta'mi ig'zimda qolgan edi. Dasturxon yig'ishtirib bo'lgandan keyin nachalab yolvishtirim orqasida Qasim tag'am so'z boshladi. Siz turmaga kirib ketgan shu kuni kechasi dadingizning yurak kesini qo'zg'alib olamdan o'tib ketdi qizim. Rahmatlik bakli yaxshi odam edi. Hay, dedi. Yuragim qepidan chiqdi. Beshimdan so'q suv quygandekla andikib ketdim. Bu nima kunduzga? Nimishqa bundoq bo'ladi? Nimishchin? Qasim dadamga dega bu nimishqa? Charsilib yig'lab ketdim. Dadamning siymasini g'uva aslab chiqdim. Rahmatlik dadam menga bekla omaraq edi. Shunchalik erkichoq qilgan. Anamning qiz bola deyishlariga qaramay, nagil borsa ilib oladi. Dadam bilim jihatda kamolatga yetgan bo'lib, yurtimizning cho'nglari hisoblanadi. Chapakesh dadam farzand dastidan ochiq yutib, burilib ketib qopti emasmi? Nonisi hadamning Endi uxlang qizim. Sabr qiling. deyishlari quloqimga kirmay bir kez yig'lab chiqdim. Atsi atiyalik joydan keyin Qasim tag'am men bilan yoshi tang o'g'lini xizmatga berishdan to'sib, dadamning qabrisini yo'qlab kelishga buyurdi. U meni boshlab dadamning qabrisi oldiga keldi. Charsilib yig'lab ketdim. Jinim dada. Azroq yetsam bo'lmamdi. Sening chiroyingni bir ko'rib olsamchi. Yedimni bir pul olgan bo'lsamchi. Sana deydigan nurg'un gaplarim bor edi dada. Shu asnoda o'zimning beshidan o'tgan ishlarni bir qo'r eslab chiqdim. Bu hayotdan xo'shlashishni o'yladim. Ammo jon, hamma odamga bek tatliq. Ochiq yutib yashmay amal yo'q-da. sabr qiling Zuhra. Hamma ishlar yaxshilanib ketadi. O'lganning kaynidan tanketkil bo'lmaydi. Sizdagi yosh, kelgusida siz qilmasangiz bo'lmaydigan nurg'unlagan ishlar sizni kutib turadi Zuhra. Qasim dadamning o'g'li Mehmetning tasalli berish orqasida asroq o'zimni o'ngishib oldim. Hamma ko'ngilsizliklarni unutib, chidam g'ayrat bilan uyga qaytib, uyimizning chirg'ini yondirishni o'yladim.
Shundoq qilib, bilib bilmay bir qancha kun o'tib, bir kun akamni yo'qlab bordim. U meni ko'ribla oldimga yurkirab kelib, Uydan chiq u qotil. Bundan keyin bu uyda sana o'rin yo'q. Ko'zimdan yo'qol. La'nati nejis oyog'ing bilan bu uyga ikkinchi qadam bosqich bo'lma. bo'yli ichidan qo'g'lab chiqardi. Shundoqla bu uyga qadam bosmaslikni aytib, dadam jon uzish oldida ayirib bergan bir og'iz uyning ochqisini menga berib ketib qoldi. Kunlar shu taraqqiyda o'tishga boshladi. Mahallamdagi hamma kishilar so'g'uq nazarda qaraydi. Dadamning o'limini, oilamizning vayron bo'lishini men sababli bo'ldi deb qaraydi. Kunlar oylarga o'lab, qish faslimi yetib keldi. So'g'uq ham qorong'i uy bir tarafdan to'ngdirsa, açlık azobi bir tarafdan qiynaydi. Ma'lum bir kuni kechda tuyuqsiz yomg'ir yig'ib ketdi. O't qalaydigan shox-shumbullar o'l bo'lg'achqa, ko'mirni quruqni mashga solg'ili bo'lmaydi. Mashga o't yiqib bo'lg'acha, uy ichi is bo'lib, ko'zni ochqili bo'lmay qoldi. Tuyuqsiz cho'ng darvoza chekildi. Sip qorong'i bo'lg'achqa gap qila olmay turib qoldim. Hürmetlik anlıqıcı dostlar. Tuman baskan yollar namlıq ibretlik asarının bugünkü qismi muş yerdə ayaqlaşdı. To'qqizinchi qism. Onungacha yiliq kishi eshik qaqqash. Zöhre, ishni aytchang, men Mehmet. Dadam sizga qalaydigan o'tin bilan ko'mir avatgan edi. Zöhre! Shunchalik xush bo'ldim. Qasım tag'amni mening boshpanohkorim, qutqizg'uchim deb o'yladim. Hayajon bilan eshikni ochdim. Mehmetning usti-boshi yo'l bo'lib ketgan edi. Uni uyga boshlab kirdi. Mehmet uy ichidagi tutunga qarab bir qanchani yutirib qo'yib, Zöhre, men shuni qani silan to'shib qatdi. Menga yordamlashim, qaytadan qarashtiraylik. deb qiziq mashtunzullarni bir-birlab qiqib, qaytadan qurashtirib o'tadi. Tuyuqsiz deb qo'lini menga uzatdi. Zöhre, qo'lingizdagini menga bering. Menmi qo'limdagi mashtung jaynikini uningga tangladim. Qo'llarimiz bir-birimizga tegishib ketib, chiroyimizga qarab jimli bo'lib qoldik. Mehmetning chiroyi shunchalik nurli edi. Parqirab turardi. Qangsarliq burni, o'rg'aqdek qap-qora qishi, kelishgan qomati har qanday bir qizni o'ziga jalb qilardi. Shu asnoda Mehmet qaytilab o'tirib qo'yib, Endi qaytadan o't yaqsangiz bo'ladi. deb o'zi ilib kelgan o'tinlar arasidan kichiklarni tanlab, mashga ratlik silib o't yoqdi. Uy ichi tizda illib, o'tning yurqi uyni yurtivatdi. Yomg'ir to'xtaganda qaytmamsiz? Rahmat, siz degan qiz bola. Satturdi, men qaytib aytib deb attila xo'shlashib ketib qoldi. Uyqum kelmay, bundan keyin qanday qilish to'g'risida xiyolga bitib, qachonlardadir uxlab qoldim. Atsi atgan yollarga supurgi silib o'tardim. Bir mashina kelib to'xtadi. Andin darizini pastga tushirilib, Tex tamoq yemagansiz, qiziqidi yeviling. deb tamoq qatisini qo'limga uzatdim. Ara Zöhre,
endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? O'zingizmi oliy maktabda xil o'qidingiz. Kichkinizdan boshlabmi shunda aqlli edingiz. dedi. Men sal o'zimni to'xtatib olib, bilmadim. Men nima qila olaman? Hay, undaq demang Zuhra. Turmuşda her qanday odam xatolik o'tkazadi. Faqat uningga dadillik bilan yuzlanish, qabul qilish kerak. To'g'ri deysiz. Ammo mening hozirgi ahvolim mos kelmaydi. Buni tushunasiz-ku? Bo'ldi. Bugun mening tug'ilgan kunim. Kechda do'stlar yig'ilish qilaman. Billa qatnashib berasiz? Deb, kulib, mo'ramga yenik mushlab. Amsa kech ishdan tushib, sizni aql keliman. Tayyor bo'lib turing Zuhra. Ketib qoldi. Bugun etilgan polo tamoqi nihoyatda o'xshagan edi. Nonisa hadamning qo'li go'l desam xato bo'lmaydi. Bu tamoqning ta'mi bir yalada bir qatim yegan tamoqqa bakla o'xshaydi. Necha yilning oldida patamxonadining o'g'li erkinning to'yida yegan pologa solgan xurishlar o'xshash bo'lsa kerak. Birinchini poloni yeb bo'lguncha burunqi ishlarni bir qur aslab chiqdim. Bugun tug'ilgan kuniga bormaslikni o'yladim. Ammo Mehmetning yuzini qilmasam bo'lmaydi. Bu yurtda Qasım tag'amlardan boshqa mening tayanchim yo'q. Onun ustiga akam mendan munosabatini uzgan. Shu xiyollar bilan Mehmetning do'stlarining oldida yuzini to'kmaslik uchun baldurla yasinib o'tdim. Sirtda mashina ovozi angladi. Xushal bo'lib eshikni ochsam, kanat rahbarlari kelibdi. Ularni ko'rib sal jiddilashib qoldim. Ulardan biri Dal vaqtida yo'qlab kelolmabdi. Uyda qanday qiyinchiliklar bor? Gerçi turmuşda qiynalib turgan bo'lsam-mu, qiyinchilik yo'q deb yolg'on so'zladim. Kanat mas'uli Hay. Tartinmang, tartirib nima ish qilasiz? Qiyinchiligingiz bo'lsa bizga davring Zuhra. Biz hal qilamiz. Biz hal qilamasak partiya hukumatimiz bor. Ular hal qilib beradi. Haraz, biror yerda ishlashni o'ylashmadingizmi? o'ylashdim, ammo topolmadim deb javob berdim. Birinchi qo'l shujirimiz so'z boshlab, O qiz bola, ig'ir ishlarni qilolmaydi. Shunga Mehmet Qasım bilan ko'rishib boqayli. Shuning yanida bir xizmat bo'lsa qilib. dedi. Hamma bilan suhbatlashib, ma'qul kelishib, men uchun elib kelingan guruch, maylarni qoldirib ketib qilishdi. Tuva, Qasım tag'amning o'g'li Mehmet bilan boshlang'ichdan boshlab to'liqsizni bitirgichi birga o'qigan. Men oliy maktabda o'qiyman deb to'liq o'tir maktabga kirdim. U bo'lsa egrik tiklayman deb kasbiy maktabga kirgan. Nurg'un yillar o'tib ketibdi. Ikkimizning turmushda o'zgarish bek cho'ng. Xayol qilgan sir ko'zlarimga yosh to'ladi. Tuyuqsiz Qasım tag'amning endi 5 yoshga kirgan qizi Subinur. "Shehra acha, Mehmet akam sizni chaqiryotdi" deb to'lab, xayoldan yeri qildi. "Shundaqmi? O'zi qayerda?" degach, o'zimni o'ngshab, eshikni qo'liplab, Mehmetning mashinasiga chiqdim. Mashina ichida men eng yoqtirib anglaydigan naqshi chiqiqliq bo'lib, Mehmet va mendan boshqa uchinchi birisi yo'q edi. Birdandala zakaz qilingan mehmonxonaga yetib keldi. Zal ichi bek chiroyli bezilgan edi. Mehmetning 10 necha do'stlari oldin kelib bo'lgan bo'lib, bir yigit Mehmet, qiz do'sting bek chiroyli ekan-jimi adosh? Astaydo, qiz do'stim bek chiroyli ekan-jimi adash. Eskimi tanishtirib qo'ymansa? Hay. Töz gap qila, töz. Mehmetning qiz do'sti-jimi bu? men sal o'ng'aysizlanib, men deyishimga Mehmet so'zimni bilib,
Ana, ulandiki? Bo'ladi ekan adaş. Qarlıqaşның özü kendigini adaş. Ay, Mehmet özümü oğluq, yaxşı, aqıllık bala. Bana qaraqla, özüge layık qızdost tepaptı mana. Qanda dedim ağine buraderler. Rasayda. Mehmet, ayağım çaqçaq qıp qoydum adaş ha. Könglinge amma. Baxtınga köz tegmesin. Ay, köğlüğünden de düşünümen ağineler. Rahmet sizlerge. Deyishgach, ko'k paralar bilan tomoq ustidan o'rin oldi. Tomoqlar tortilib chiqarildi. Hammasi alohida, qimmatbaho tomoqlar edi. Mehmet ko'prak yanglab, qachamga bir nechadan qo'rimlarni selib qo'ygan edi. Do'stlarining ta'ni qilgan chaqchaqlari zal ichini bir oldi. Qara Mehmetga. Oy Mehmet, adaştak toyluk tamağını yemedik cuma biz. Ay, hazır bozumu bundan keyin bozumu. Zöhre degan baribir meniki de. Ay Mehmet, oşundaq ezir faziletini yaqtirimiz da biz adaş ha. Qarmoqqa bu yerga yig'ilgan qiz o'g'illar odatdagi odamlardek qilmaydi. Ularning tug'ilgan kun sovg'alarimi eng qimmatbaho narsalar edi. Tomoqdan keyin muzikalarga agishib, taso sakrab, taqlab o'ynadi. bo'lgan edi. Birazmi uyga qaytishning gapini qilmaydi. Ammo bu qatim ancha qo'rqibma ketmadim. Chunki Mehmet meni bekla yaxshi ko'radi. U meni qo'g'daydi. Kichik vaqtlarimda doim birga o'ynab, cho'ng bo'lgan bo'lsaqmi, to'liqsiz maktabni bitirishga yaqin necha qatim o'zining meni yaxshi ko'rganligini aytib, meni saqlayman degan edi. To'g'ri. Vaqt nimancha tez o'tgan ha? Kech soat 2lar bilan hammamiz tarqalib uylarga qaytdik. Bek ko'p ichib qo'ydimmi, beshim chinqilib og'rib ketdi. Zöhre, bir ish bo'lmaganda doktorxonaga boraymi? Yo'qay, birdam yetib olsam yaxshi bo'lib qolaman. Bir vaqtda uyg'onsam, mashinada yetiqliq turaman. Mehmet beshimni qarab o'tiribdi. Chichib so'radim. Siz uyga qaytmadingizmi? Siz bir aram bo'lib uxlayolmay yursangiz, men qanday qaytaman Zöhre? Hozir yaxshi bo'lib qoldingizmi? Hozir yaxshi bo'lib qoldim. Siz ma'musingiz yig'inga kechikib qolasiz. Siz bo'ling, olam yurib ketibdi ko'rmadingizmi? Hech qisi yo'q. Vaqtni kechiktirib tursak bo'ladi Zöhre. Deb yuzlarimga sinchilab qarab. Zöhre, men sizni yaxshi ko'raman. Men bilan to'y qilishni xohlamisiz? Nima? Nima deyapsiz? Chaqchaq qilmang bulamdi. Yo'q, bu chaqchaq emas. Elimiz sizni bak ko'p saqladim Zöhre. Endi bo'zimni ko'nglimni rad qilmang. Bo'lamdi? Deb ikki qo'limni siqimlab tutdi. Nima deyishni bilolmay gangirab qoldim. Andan qo'lini silkibla. Tez bo'ling ha, boshqalar ko'rib qolmasin. Tez keting. Deb mashinadan tushib uyga kirib ketdim. Shundaq chetelishib ketyotdi. Ishga yo'linib, yig'lab, burun qishlarni asga oldim. Shu bir qatim basilgan xato qadamlarim hamma narsamni tortib oldi. Ishga qatim bo'lgangan tursam, qandaqmi oila qurib yashalayman. Anda, jinim ana, meni nimishqimi bu dunyoga oborida qilgan bo'lg'aydi. Meni nimishqa tashlab ketsin. Mana ishchi oxirisi bo'lmadi. Bu sho'rpishani qizim. Dunyodan
chiqadi masxara qilishiga uchirdi. Tuyuqsiz ishik chekildi. Hürmetlik anlıqıcı dostlar. Tuman baskan yollar namlıq ibretlik əsərinin bugünkü qismi muş yerdə ayaqlaşdı.